Assalamu alaykum hörmətli savoqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün balağat dərsimizin 4-cü dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə xəbər haqqında toxtalğaydık. Əmdə biz bugünkü dərsimizdə inşa haqqında toxtalımız. Davos biz dərsimizdə başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Biz balağat ilmini 3 çoğ temaga bölünüdü deb ilmul maani, ilmul bayan, ilmul badi' deb 3-gə bölüb sözləgəydik. Biz ilmul maanininki bir qancha temalarni o'z ichiga olganligini bayon qilib o'tdik. Undan keyin biz birinchi temasi bo'lgan xabar va insha haqida darsimizni boshlagandik. Biz ilgirki saatlik darsimizda xabarning nima ekanligini, uning turlari bilan tanishib chiqdik. Endi biz bugungi darsimizda insha haqida to'xtalamiz. Biz xabar va inshoning tushuntirilishini, tunishtirishini so'zlab bo'ldik. Ya'ni xabar deganimiz degichiga shu degan gapida rost yoki yolg'onchi deb degili bo'ladigan inshochi degichiga u gapda uni rostchil yoki yolg'onchi degili bo'lmaydigan. Masalan, "Zahabta ila suq", bozorga bordingmi desa, mush jumlaning o'zida u degadamni yoki rost yolg'on degilamda bo'lmaydi. Bu savol jumla bu. Savol jumla qanday degili bo'ldi? Yoki bozorga bor, buyruq jumla shunday yoki yoshlik bir qaytgan bo'lsa-kan, umid. Buni rost yoki yolg'on degilamda bo'lmaydi. Demak, arab tilida bir qancha jumlalar bor, buni rost yoki yolg'on degili bo'lmaydigan. Bunu biz nima deb ataymiz? Insha deb ataymiz. Ya'ni al-jumlatul insha'iyya deb ataymiz. Endi bu insha'ninki turlari sal ko'p bo'lg'achqa, buni bunda ikki nuqtadan ikkiga bo'lib tushuntirilgan. Buningki bir turi bizningki balog'at ilmiga aloqador, yana bir turi bizning balog'at ilmiga aloqador emas. Shunga biz hozir umumiy jihatda bir ko'rib chiqamiz, lekin o'zimizga tava bo'lgan turini o'qiymiz. Ya'ni insha'ni talabiy va g'ayri talabiy deb ikkiga bo'lamiz. Bu talabiy degan nima deganda o'zining ma'nosini chiqib turadi. Talab qilgan vaqtda hosil bo'lmagan bir ishni talab qildigan. Masalan, "İzhab ila suqsan bozorga bor" desam, men magamda qilgan vaqtimda bozorga bormidi. Yoki "Qum" desam, o'rningdan tur desam, men o'rningdan tur degan vaqtimda o'rnimdan turmagan. O'rndan turgandan biz o'rndan tur demaymiz. Shundaqmi? Demak, biz degan vaqtimizda, talab qilgan vaqtimizda yuz bermagan ishni qanday qilish, talab qildigan jumla bizni deymiz, talabi deb ataymiz. Deydi, "Ma yastad'i matluban ghayru hasilin vaqt talab." Talab qilgan vaqtda hosil bo'lmagan bir talab qilgan ishni taqozo qildigan, chaqiradigan narsa. Buning turlarini aytib ko'p, masalan, emir, butun emir buyruqlari hammasi talabiy bo'ldi, chunki bu namoz o'qi desak, namoz o'qimagan odamga namoz o'qi deymiz, shundaqmi? Zakat bersak, zakat bermagan odamga qanday qilib zakat ber deymiz. Demak, talab qilgan vaqtda yuz bermagan ishni talab qilamiz. Nahi, istifhom. Masalan, "Zahabta ila suq" desak, bozorga bordingmi desak, masalan, uning biz bozorga bordimmi, bormadimi uni biz bilmaymiz, shundaqmi? Demak, biz talab qilgan vaqtda hosil bo'lmagan, hosil bo'lganini biz bilgan bo'lsak, so'maydik. Hosil bo'lmagan bir narsani qanday qilgan talab matlubni taqozo qilgan narsa. Tamanni, nida, mushlarning hammasini bo'ldi, talabiy bo'ldi. Endi ikkinchi turi bo'lgan g'ayri talabiy. Bu qanday deganda, dal mushuning aksi ma la yastad'i matluban. Bir ishni talab qilmaydigan. Hech qanday uni nima yo'q, bir narsani talab qilish yo'q. Masalan, endi bunda tushunsak bo'ldi buni. Masalan, amr degan qo talab qilish, nahi degan qo bir ishni qilmaslikni talab qilish, istifhom bo'lsa, buni talab qilish. Ya'ni istifhom degan gap asli bir narsani tushunishni qanday qilamiz, biz bilishni talab qilamiz. Bozorga bordingmi desak, uning bozorga borgan yoki bormaganligini bilishni qanday qilamiz, talab qilamiz. Orzuchi, orzudimichi bir xil talab qilish va. Masalan, yoshlik qaytgan bo'lsa, kashki desam, yoshlikning qaytishini qanday qildim, hozir men talab qildim. Chaqirish, nida desak, "Ya Muhammad" desam, Muhammadni qanday qilishi va talab qilishi va. G'ayri talabiy desa, "Ma la yastad'i matluban." Besh narsani talab qilmaydigan. Shundami jumla va albatta bor. Masalan, ta'ajjub. "Ma ajmala hadal bayt." Bu uy nima degan chiroyli desam, bu nimani talab qildi bu jumla? Hech narsani talab qilmaydi. Bu bir ifoda. Maqtash va sukash, masalan, "Ni'mar rajulu zaydun", "Bi'sar rajulu zaydun" desam, bu hech narsani talab qilmaydi. Qasam, masalan, "Vallohi Allohdan qasam", bu jumlaning faqat mazmunini kuchaytiradi. Umid qilish fe'llari bir qanchalar bor, shunga o'xshagan. Demak, g'ayri talabiy bizning tadqiqot, ya'ni so'zlaydigan bizning balog'atga aloqador tema emas. Shunga biz buningga tafsil kirmaymiz. Unda bo'lsa biz talabiyninki birinchisi degan amr degan shu bo'yicha ma'amiz amr. Buyruq degan arab tilida qaysi xil uslublar bilan ifodalanadi, bu haqda biz to'xtalib o'tamiz.
Aldı bilan biz buyruqning nima ekanligini bir tushunib o'tsak, buyruq degan nima? Huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. O bir ish qilishni ustunlik yo'liga asosan talab qilish. Ustunlik yo'liga. Masalan, bazog'i ba desam, men uni bazog'i ba deyish uchun cho'qima uni dadasi yoki o'qituvchisi, demak uni har bir jihatda, har qanday bir jihatda bo'lmasa bir ustun bo'lishim kerak. Shunga ala wajhil isti'la. Ustunlik yo'liga asosan bir ishni qilishni qanday qilish, talab qilish. Buning bo'ldi, amr bo'ladi. Onun qancha xil qurilmasi va qancha xil ifodalanish shakli va arab tilida deganda 4 xil siyg'isi va, ya'ni ifodalanish shakli va qurilmasi va. Birinchisi fi'l amr. Biz buni sarf degangan. Shundaqo, izhab deganga o'xshagan, qom deganga o'xshagan, masalan, xudil kitaba bi quwwa. Xuz akhada ya'khuzun chiqqan fi'l amr, kitobni kuching bilan tut. Ikkinchisi al-mudari' al-maqrun bil lam. Ya'ni amrning lam bilan qanday qilgan? Birikib kelgan fi'l mudari'. Masalan, buni nima deymiz? Amr g'oyib deb ataymiz biz. Shundaqo, uchinchi shaxs qilingan buyruq. Masalan, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Bay adam o'ziniki boyligi bo'yicha qanday qilsin, chiqim qilsin ayollarga, bolalarga. Lekin bu chiqim qilsin liyunfiq. Demak, buning bo'ldi, amrni bildiradi. Uchinchisi ismi fe'lning shu amrni bildiradi. Masalan, amin, nazal, amin shundaqo biz istajib degan ma'noda nazalchu, ba'al o'lchami chiqqan qiyosiy o'lchamda chiqqan ism fe'l. To'rtinchisi fe'ldan izbasar bo'lgan masdar. Ya'ni xuddi fe'l amrdan izbasar bo'lgan masdar. Xuddi fe'l amriga o'xshash ma'nini, buyruqni ifodalaydigan masdar. Masalan, sa'yan fi sabilil xayr. Yaxshilik yo'lda sa'i qil, tirish degan ma'noda sa'yan. Demak, amrning yuqoridagidek 4 xil qurilmasi va hammasi buyruqni ifodalaydi. Endi biz yuqorida deb o'tdik. Amr ustunlik yo'liga asosan bir ishni qilishni qanday qilish, talab qilish dedik. Endi bu amr ba'zi vaqtda, ba'zan sharoitlarga qarab, ba'zan qaroillarga, ba'zan bir atrofdagi daloillarga qarab turib buyruq shaklida qanday qildi, chiqib ketdi. Masalan, bu buyruq degan ustunlik yo'liga asosan talab qilish. Shundaqo, biz Alloh taolaga Allohumma rabbighfirli, Allohning gunohini mag'firat qilgin deymiz. Bu buyruq. Shundaqo. Yo'q, bu asli ma'nodancha chiqib ketdi. Buyruq emas, bu iltimos bu. Shundaqo. Yoki biz buni shariatda aytamiz, duo bu. Boshqa odam qilib qolsa iltimos bo'ldi masalan. Xuz kitob desam, men kitobni qanday qilib, ba'zan bu buyruq qilmadi, men iltimos qildim men undan. Endi deydi, vaqat takhruju siyagul amr an ma'naha al-asli ila ma'anin ukhar. Ba'zida amr siyg'isi asli ma'nisidan boshqa ma'nolarga chiqib ketadi. Buni qanday bilimiz chiqib ketganligini tufhamu min siyaq. O siyaqdan, da jumlaning siyoqiga qarab turib tushuniladi va qara'inil ahval va ahvolninki dalillari qarab turib, bunda ahvol qarab turib tushuniladi. Masalan, nimaga chiqib ketadi bu amr chiqib ketsa boshqa ma'nolardan desa, birinchidan duoga chiqib ketadi. Masalan, Alloh taolaning so'zi Qur'on Karimdagi boshqa payg'ambarning tili bilan "Awzi'ni an ashkura ni'matak." Men ilhom qilgin dedim. Awzi'ni. Sening ne'matingga shukr qilishga ilhom qilgin. Bu buyruqmi bu? Yo'q. Bu inson qilgan duo bu. Allohga buyruq qilolmaydi inson. Bu bir duo bu. Bu yerda Allohning so'zi bo'lmaganligi, Alloh ustunda o'rinda bo'lganligi uchun bu duoni qiluvchi inson bo'lganligi uchun bu siyoqdan biz bu amrninki siyg'isida bo'lsa-mu, ma'nosini qanday qilib ketadigan ekan, buyruqdan chiqib ketadigan ekan, bu bir duo ekan, iltimosga deb tushunamiz. Ikkinchisi iltimos, ya'ni inson qilgan vaqtda iltimos bo'ladi. Alloh qilgan vaqtda duo bo'ldi. Masalan, a'tinil qalam, men qalamni ba. Bu bir iltimos. Xalqqa buyruq qilib turib qalamni ba degan olmaydi. Shundaqo. Uchinchisi tamanni. Tamanni bu nimaga chiqib ketadi bu buyruq shakli? Umid. Masalan, mutanabbining so'ziga o'xshash ala ayyuhal laylut tawilu ala injil. Qarang. Bir qoida har qanday buyruq fel aqlsiz narsaga qilinsa bu tamannini bildiradi, bu umidni bildiradi. Uzun kecha tong at injil tong at suzul degan ma'noda. Demak bu yerdagi kecha degan aqlsiz shunday bu bir tong atsankan bu nimani bildiradi? Umid qilishni bildiradi. To'rtinchisi tahdid. Buyruqni uchamiz bir ishni qilishni talab qilish olmaydi, tahdid.
Baqaqana, o'ynab baqa, o'yna deganga o'xshagancho, masalan. Masalan, Alloh taolo bizda i'malu ma shi'tum. Xolig'ini qilma. Do'zaxda kurslar buni qiyomat kuni kurslar. I'mal degan gap buyruq, bir ish qilish deb qilsa, tahdid uchun deyildi bu gap. Eng oxirgisi tasviya. Barabarlikdan. Qilqima. Sen bazaga bama desem, bazaga ba degandan bir ishni qilishni talab qilishqamda, yo'q. Bu bir xil bag'im bamig'in degandan keyin bu bir barabarlikni, tasviyani ifodalaydi. Masalan, fasviru aw la tasviru. Sabr qilinglar yoki sabr qilmanglar. Bu sabr qilinglar bidam. Undan keyin sabr qilmang deganini bildiramda, yo'q. Bu barabar. Sabr qilinglar barabar. Tasviyani bildiradi. Demak, amirning siyg'alari ba'zi vaqtda qarinalar bilan siyaqdan bilinadigan holatda boshqa ma'nolarga chiqib ketadi. Biz buni arab tilidan ko'p olish bilan buni biz bilalaymiz. Endi bu talabining birinchisi amirdi. Buningki bu to'g'riliq gaplar tugidi. Ikkinchisi nima desa nahi. Nahi. Nahi mutalabining qatoridan, chunki bu bir ishni qilmaslikni qana qildi, talab qiladi. Bu ustunlik yo'liga asosan. Masalan, deydi huwa talabul kaffi anil fi'li ala wajhi al-isti'la. O ustunlik yo'liga asosan harakatdan qo'l yig'ishni talab qilish. To'sishni talab qilish. Masalan, uning faqat bir siyg'isi va masalan nahining las bilan kelgan mudori. Masalan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Zaminda isloh bo'lgandan keyin zaminni qanaqa qilmanglar, buzg'unchilik qilmanglar. Wala ta'kul wa anta fi shari'. Sen yo'lda mengib turib qanaqa qilma, binasi yema. Buyruqdan keyin shu nahining las bilan birikkan mudori shakli bor. Endi bu nahiymi o'xshashlar ba'zi vaqtda qara'in qarab turib o'zininki asli bir ishni qilmaslikni buyruq qilishdan boshqa ma'nolarga chiqib ketadi. Qanday ma'nolarga chiqib ketadi? Bu o'xshashlar birinchidan duoga chiqib ketadi. Masalan, Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ey Alloh, bizni hisob olmaslar agar unutib qolsak, xatolashib qolsak. Biz Alloh taologa qilmaslar nahiy qilalamdiq, na'uzubillah qilmaymiz. Bu bir duo. İltimas insan qildigancha, masalan, sen la tabrah min makanik hatta riji alayk. Men sen qaytib kelmaguncha o'rningdan ayrilma. Bu bir umid, iltimas. Tamannini ifodalaydi. Bu o'xshashlar. Bu o'xshashlar aqlsizga qilingan vaqtda ya laylu tul kecha uzun bul. Ya nomu zul uyqa. Yuqa. Ya subha qif tang to'xta. La tatlu. Tang atma. Bu nima? İltimas. Temenni. Tang atmasan ken. Nimani bildiradi? Temennini. Onun ikinci bu muhashlar tahdidni bildiradi. Masalan, xizmatchiga degan la tutu amri. Mening ishimga itoat qilmay baqaqana. İtaat qilma, ha? Deymiz-ku, shu. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda talabininki davomini o'qiymiz. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت